Homiladorlik toksikozlari, ya'ni qayd qilish, ko'ngil aynishi, so'lakni ko'p ajralishi bu aslida kasallik emas. Bu fiziologik holat, lekin qachonki bemorlarda tana vazni kamaysa, ya'ni keskin ozib ketish kuzatilsa yoki bir kunda 7-8 marta, 10 martadan ko'p qayd qilish kuzatilsa, ana unda kasallik deb baholashimiz mumkin va shunaqa holatlarda davolanadi. Homiladorlik toksikozi og'ir holatlarda jigarga zarar qilib, jigar fermentlarini oshishiga va homiladorlikni to'xtatishigacha olib boriladi. Lekin hozirgi paytda zamonaviy dorilar bilan homiladorlik toksikozini to'liq davolash va homiladorlikni oxirigacha yetkazish mumkin. Homiladorlik toksikozlari ko'pincha 14, 15, 16 haftadan so'ng o'tib ketadi. Lekin ayrim ayollarda homila tug'ilguncha davom etishi mumkin. Bunaqa holatlarda doimiy ravishda qayd qilishga qarshi dori vositalarini ichib yurish tavsiya etiladi. Hozirgi paytda homiladorlik toksikozlarini to'liq davolash uchun O'zbekiston Respublikasi protokoli ishlab chiqilgan va shu protokolga muvofiq davolansa, homiladorlik toksikozlari to'liq bartaraf etiladi va homiladorlik oxirigacha yetishi mumkin va homila rivojlanishi normada kechadi.